Bugun sizlarga ko'pchilik hali eshitmagan, lekin juda samarali bo'lgan yangi yo'nalish bototoksin terapiyasi haqida gapirib bermoqchiman. Bu usul asosan tonus yuqori bo'lgan bemorlarda qo'llaniladi. Ya'ni paylar haddan tashqari tortishgan, mushaklari qisqargan, qo'l yoki oyoqlarni bukish, yozish qiyinlashgan bemorlarga foydalaniladi. Bunday holat ko'pincha insultdan keyin, bolalar serebral falajligi formalarida, ya'ni DTSP kasalligida va boshqa nevrologik kasalliklarda kuzatiladi. Bototoksin terapiyasi bu oddiy ukol shaklida bajariladigan, lekin chuqur ilmiy asosga ega davolash usuli. Biz maxsus mushak guruhlariga, ya'ni tonus saqlanib turgan joylarga mikrodozalarda preparat yuboramiz. Natijada mushaklardagi haddan tashqari taranglik kamayadi, paylar bo'shashadi, og'riq yengillashadi. Harakat hajmi esa kengayadi. Eng muhimi, bu davolash usuli xavfsiz, og'riqsiz va mutaxassis nazorati ostida amalga oshiriladi. Millimet klinikasida tajribali shifokorlar har bir bemorga individual yondashadi. Agar siz yoki yaqinlaringizda tonus bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bu usul siz uchun katta yordam bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizni e'tibordan chetda qoldirmang. Harakatni, qulaylikni va erkinlikni qaytaring.